YouTube'dagi bizlarni kuzatuvchilarga assalomu alaykum. Kimdir kommentariyada so'raganim, bilasizmi, kommentariylarni o'qiyman. Yozinglar, o'qiymiz. Iloji boricha javob berishga harakat qilamiz. Shu mansardani tepasiga terassani kimlardir shu jiloy etaj qiladigan bo'lsa, o'shani bizga o'sha pirogini ko'rsatib bering, o'sha to'g'risida video qilib bering deyishdi. Mana sizlarga o'sha pirog, qaranglar. Pastda ikkita etaj, 2 etaj plus podvalli joy bor, mana. Jiloy xona. Shu yerda terassani uy egasi bu yoqda mana barbekyu zona qilganlar. Yutgan tomonlari hovlida pastda barbekyular qilmaganlar-da, mana shu darvozaxona bo'ladi. Mana shu bu yoq tomonda barbekyu zona, bu yoqda sanuzeli bor. Mana shu yerda bitta spalnichasi ham bor. Mana shu maza qilib yo'qda nima qiladilar. Hozir sizlarga bu video ko'proq mana shu pirog to'g'risida bo'ladi. Bu yoqda spalni bo'ladi, sanuzil bo'ladi. Bet spalni bo'ladi. Spalni bu yoq tomonda sanuzil. Bu yoqda ham. Sizlarga mana shuni imенно pirogini ko'rsataman. Oyog'imda ko'rsam, membranani bosib yuribman. Burchagidan ochib qo'ydim, ataylab. Mana. Tagida stяжка uklon bilan bo'lganda, undan keyin mana bunaqa o'zi polietilen va mana bunaqa narsasi bor. Membrana izolyatsiyasi bor. Qalin rezinkaga o'xshaydi. Buni mana shu yerga bir 30 sm, 40 sm ko'tarib, mana shunaqa qilib butun perimetr bo'yicha qotirib, keyin mana bu yoqni ham izolyatsiya qilib qo'yishgan, ko'rasizlar? Mana. Umuman suv o'tmaydigan qilib qaytarib tashlashgan. O'sha narsa pastda ketyapti. Mana endi yomg'ir nimasi uklon shotga kelgan. 5 santimetrli penoplastni 2 marta tashlashgan, 10 santimetr bo'lyapti. Ko'rasizlar? Shuni basseynni yasaydigan o'sha materialga o'xshagan materialdan uklon qilib olib kelingan. Keyin mana bunaqa yumshoq parizolyatsionni nimasi bor. Mana. Yani bazaltga o'xshab ketadigan materiali bor. Undan keyin 10 sm penoplast. Bularning nomlarini kommentariyada bilganlar yozib yuboringlar, iltimos. Hozir video o'tganda nomlar esim kelmayapti, shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Keyin mana membranasi. Mana. Hammasi chirimaydigan materiallardan bo'lishi kerak bular. Shunday qilib Delta NP drain degani o'sha drenaj degan so'zdan olingan. Mana shuga olib kelyapti. Uklonni. Bir-biriga kliylab tashlashgan. Ko'rasizlarmi? Keyin ustidan bitta stяжка qilib uklonni mana shuga olib kelib yuboriladi. O, nariyoqda ham bor drenaj. Ikkita burchagiga olib kelinganda. Yomg'ir, qor yog'sa ham umuman uy ichiga farqi bo'lmaydi. Issiq sovuq umuman kelmaydi mana. Foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyga foydali deb yozib yuboringlar. Men sizlarga mana bunaqa qilib klumbalar qilib qo'ysa bo'ladi, gulla turadigan. Shunaqa. Toshkent shahar Noza masjidi. Shunda mana shu tomonda mana shu o'quv markazi. Umid akaning o'quv markazi edi. Videoni Umid akalarga jo'natib qo'yinglar. Mana shunaqa. Keyin shu videoni Ahmad akalarga ham jo'natib qo'yinglar. Ahmad aka uyingizni planini siz o'tganingizda boplabsizlar. Vashshi boplabsizlar, aka. Menga yoqdi. Buyursin o'zingizlarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar. Bizdan faqat shu foydali informatsiyalarni berib turamiz. Sizlar podpiska bo'lib, tanishlarga shu videoni tushirib turinglar, kommentariyaga yozib olinglar, foydali edi. Yana nima to'g'risida qanaqa mavzularni ko'tarishimiz kerak, shuni ham aytinglar. Mana bu yerda zinada ham ikkita nyuanslar bor. Uni keyingi videolarda tushuntiraman. Zina qilayotganda ko'pincha shu proyekt chizadigan ukalarimiz bir tomon zinani bir g'ish qilishadi, bir tomonni yarim g'ish qilishadi. Mana bu yerda kelib ko'rayotgan bo'lsangiz, kladkada yarim g'ish qilinganda, buni minus tomoni zinachilarimiz baribir mana shu devorga armaturalarni armirovka qilib qilishadi. Lekin bu yarim g'ish bo'lgani uchun bu slabiyroq hisoblanadi. Bir g'ish qilib turib, o'rtasidan seysmopoyz berish kerak. Bu yoqni ham bir g'ish qilib turib, o'rtasidan imенно mana shu qatordan seysmopoyz berish kerak. Shunga o'xshagan foydali ma'lumotlarni yana undan ham ko'proqlarini boshqa videolarda beramiz. Sog' bo'linglar.